Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar, qadrli do'stlar. G'azal Uyg'ur klassik adabiyotida nihoyat ko'p yozilgan. Shundaqla bugungi davr Uyg'ur she'riyatimizga yetib kelgan qadimiy janrlarning biri. Uyg'ur klassik adabiyotimizdagi dangli shoirlarning hammasi g'azal yozib baqqan. Shundaqla ular tuzgan she'r devonlarimi asosan g'azaldan tashkil topgan. Biz bugun bir qism tadqiqotchi va shoirlarni bir yerga jam qilib, Uyg'ur she'riyatining gultoji g'azal degan temada maxsus suhbat qurishni loyiq topdik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Shinjong Universiteti Filologiya institutining doktori Tursun Qurbon Turkash. Jongo Uyg'ur klassik adabiyoti va muqam ilmiy jamiyatidan shoir tadqiqotchi Emin Ahmedi. Qumul Kasbi Texniki maktabining lektori, magistr aspirant Abdulaziz Hamdulla. Shinjong Unsin nashriyatidan atoqli shoir Abdurahim Abdulla. G'azallar lirikiligi intayin kuchli bo'lgan. Hozir javoblikqa shoirlar raqobatiga mos bo'lgan. Şunun bilan birlikte ijtimoiy hayotning hamma taraflarini aks ettirib beradigan. Buni mushundaq bir jon. Hem tarixda klassik shoirlarimiz şu Uyg'ur tili, Faris tili, Arab tilini aralashtirib g'azallar yozgan. O'zini shoir deb atagan kishi yozgan she'rda fikrning bo'g'ilmasligini o'zining shoirning istidodini ko'rsa bo'ladi. Qalbining kuchiga qarasa bo'ladi. Tursun muallim, mushu sharq adabiyotiga diqqat qiladigan bo'lsak, g'azal bir qadimiy janr bo'lib sifati bilan avloddan avlodga, davrdan davrga bir xil izchillikka ega bo'lib, bu davomlashib ketdi ekan. Endi mushu fursatda oldi bilan savod xarakterlik mushu g'azal degan bir ufqumga ta'bir berib o'tsak. G'azal arab tilidan kelgan so'z. Mazmuni qiz ayollarni madhilamak, yorning visolini aslamak degan ma'noni bildiradi. Ta'bir beradigan bo'lsak, g'azal başlanışı, metla ahirlişi mektup bo'lgan. Mektubda shoirning taxallus keltiriladigan. 3 beytdan 20 beytgachilik yoziladigan. İctimai hayotning hamma taraflarini aks ettirib beradigan. Jumladan ba'zi beytleri nisbatan mustaqil. Ama bütün g'azal badiilik va mantiqiy jihatdan bir butunlikka keladigan, musiqadorligi intayin yuqori bo'lgan lirik janrining bir turidan iborat. Uyg'ur adabiyotning an'anasi ham Faris adabiyotning ta'siri Uyg'ur g'azalchiligini rivojlantirgan va Alisher Navoiy g'azalchiligining yuqori cho'qqiga ko'tarilishda buning to'pisi bo'lgan. Endi Tursun muallim, biz qaraydigan bo'lsak, klassiklarning ichida nurg'un asarlarni g'azal orqali ifodalagan bizning sevimli shoirlarimizdan Alisher Navoiyni alayda hurmat bilan tilga olamiz. Chunki bu jihatda mayli fasohat yoki balog'at jihatdan bir dohiyona shoir. Endi Alisher Navoiyninki mushu g'azalchilikni tutgan o'rni o'zi xos yo'li qandaqsadi. Alisher Navoiyni Xorasan davlatining podshosi Sulton Husayn Boyqara g'azal mulkining sultoni deb ta'riflagan. Yana bir podsho Zahiriddin Muhammad Bobur Turkiy ulus paydo bo'lgandan keyin hech kim Alisher Navoiychilik bunchalik ko'p va xo'p yozgan emas degan bir fikrni aytgan. Onundan başka Alisher Navoiy 9-10 yaş vaqtlarida bir g'azal yozib, 80 yoshlarga kirib qolgan Lutfiga ko'rsatgan. Bu g'azalning boshlanma beyti yoki matlasi bundoq. Arazdan yaqqaj ko'zimdan sochilur har lahza yosh. Bo'ylikim paydo bo'lur yulduz nihon bo'lg'ach quyosh degan matli ekan. Lutfi 10 necha yoshlik boladan mushundoq bir sarxil g'azalni anglagandan keyin afsus yazgan hamma g'azallarimni, bo'lsa divonimni mushu bir beytga tegishgan bo'lar ekanman degan gapni aytgan. Mana mushularning o'zi Alisher Navoiyning haqiqatan mushu g'azal mulkining podshosi yoki piri ekanligini ko'rsatdi. Undan keyin Alisher Navoiy 1480-yillar atrofida ikki divon tuzgan. Buning birisi Bidayul Bidaya, yana birisi Navodirun Nihoya. Keyin mushu 3 divondagi asarlarning hammasi Xazoinul Maaniga kirgan. Xazoinul Maani 1492-yildan 1498-yilgacha tuzilgan. Bu 4 divondan tuzilgan.
4 divanning har birisiga 650dan jami 2600 parcha g'azal kirgan. Alisher Navoiyning g'azallari 1998-yilda rasmiy divan bo'lib chiqib taqalgan. Endi Alisher Navoiy g'azallari Alisher Navoiy vafotidan keyin badiilik yoki bo'lmasin mazmun jihatdan intayin yuqori bo'lganligi uchun bu yozma adabiyotda ham shoirlarning she'rlariga ta'sir qilgan, ham O'rta Osiyodagi bizdagi muqomlarga silingan. Shuning bilan birlikda shoirlar Alisher Navoiyning she'rlariga o'xshatma qilib she'rlarni yozgan. Endi mushu g'azalning mazmun oloyligi haqida ixcham bir tushuncha berib o'tsangiz. G'azallar lirikligi intayin kuchli bo'lgan. Hozir javoblikqa shoirlar raqobatiga mos bo'lgan. Shuning bilan birlikda ijtimoiy hayotning hamma taraflarini aks ettirib beradigan. Mana shundoq bir janr. Shundoq bo'lganligi uchun bu janr adabiyotda, jumladan she'riyatda intayin ko'p yozilgan. Shuning bilan birlikda lirikligi nihoyatda kuchli bo'lganligi ham muzikaga o'ng'ay tushadigan bo'lganligi uchun ayni vaqtlardagi naqsh muzikalarga bo'libmi muqomlarga bu tekst qilib aytilgan. Shuning bilan birlikda bu shundoq alohidaliklar orqali g'azal janri butun she'riyatda yetakchi janrga aylangan. Bu g'azalning asosiy alohidalikki yoki mazmun doirasi bo'lib hisoblanadi. Abdulaziz efendim, sizning bu Şinjan Üniversitesi ilmiy jurnalining 2010-yil 1-sonida g'azal janri haqida degan bir maqolangiz e'lon qilinibdi ekan. Endi shu maqolaning ro'yiga birlashtirib, shu g'azalning turlari haqida bir neg'izliq tushuncha berib o'tsangiz. Men Şinjan Üniversitetida magistr aspirantning o'qish jarayonida shu klassik she'riy janrlar haqida izlanib boqdim. Men bu klassik she'riy janrlardan shu qasida, g'azal, masnaviy, musammat, tarjiat, qita, tuyuq qatorliq shu 10 dan ortiq turni har birisini birdan maqola qilib yozib chiqdim. Men buningdan bir qancha parchasi hozirgacha e'lon qilindi. Yani bir nechasi e'lon qilinish oldida turyapti. Men shu maqolamning ro'yiga asosan g'azalning turlarini tendek tushuntirib o'tay. Klassik she'riyatimizda g'azallar o'zining mazmuni, qurilmasi ham ifodalashdagi aloyiliklarga asosan tövendikidek bir qancha turlarga bo'lindi. Birinchisi yakahang g'azal. Bu yana mazmundosh g'azal. Bunda g'azallarda endi boshdan oxiri har qaysi baytlarda ifodalangan mazmun bir xillikqa ega bo'ldi. İkinci birisi yekovoz g'azal, ya'ni tangdosh baytli g'azal. Bu g'azallar qanday g'azal deganda, buningdan g'azalning har qaysi baytlari hammasi badiiylik jihatda tangdosh bo'lsa, ya'ni badiiylik jihatda ancha farqlanmasa, bunda g'azallarni biz yekovoz g'azal, ya'ni tangdosh baytli g'azal deymiz. Üçüncü birisi muzayyal g'azal. Bunda g'azallarda avtor o'zininki shu maqta baytini, ya'ni taxallus yozilgan baytni yozib bo'lgandan keyinmi yana ilhomlanib, yana bir necha baytlarni qo'shib qo'ydi. Bu uzartilgan g'azal, ya'ni muzayyal g'azal bo'ldi. To'rtinchi birisi mulamma g'azal. Mulamma g'azal deganimiz hamda bir qancha tillar aralashtirilib yozilgan g'azal. Ham tarixda klassik shoirlarimiz shu Uyg'ur tili, Faris tili, Arab tilini aralashtirib g'azallar yozgan. Beshinchi birisi mushtarak g'azal. Bunda g'azallarda endi g'azal yozgan ustoz shoirlarni keyingilar shu o'ziga o'rnak qilish uchun ilgirki shoirning g'azaldan bir misrani keyiniga o'zining bir misrasini yozdi ekan. Bu mushtarak g'azal bo'ldi. Ham oltinchisi musajjalik g'azal. Musajjalik g'azal deganimiz ishki qopiyalik g'azal. Bunda g'azallarmi yenalar shu o'ttirdan bo'lgili bo'lgan vaznlar yozildi. Bunda g'azallarni yana 4 misra altida murabba shaklda ifodalashgimi bo'ldi. Yana birisi mukarrar g'azal. Mukarrar g'azal deganimiz aks sanati deb bir sanat bor so'zlarni orqaga yondiradigan. Yana birisi mutavval g'azal, ya'ni uzun g'azal. Bunda g'azallar hamda 15 baytdan eshib ketgan g'azallarni odatda mutavval g'azal, ya'ni uzun g'azal deb ataymiz. Demak, g'azalningki turlari shunchalik 8 xil. Endi Emin efendim, shu Alisher Navoiy davridan keyin Uyg'ur she'riyatida shu g'azalchilik an'anasi davomlashdimi yo bir uzukchilik paydo bo'ldimi? Bu haqda qanday qarashingiz bor? Uyg'ur she'riyatida Alisher Navoiy hazratlaridan keyin toki 19-asrning oxiridagi Molla Bilal qadar yoki bizning Yangi Sa'da yashab o'tgan Naqis qadar
bu gazel icadiyeti devamlaşıp geldi. Devamlaşkandı mı intayın fasahatlik, liriklik, ahangdarlık ve başka cihetlerde toyungan nurgun divanlar tüzüldü. Lekin 20. asırın başlığına gelgende gazel icadiyeti tosatıla toktap kaldı. Bunun da dep koyuş tegişlik mında 4 taraf var. Biri 20. asırın başlarında dünya miqyasında nayt zor özgürlükler boğanlığı için Rusya'nın, şundaqla G'arbning ve başka ellerinin şiirleri okumuşluk adamlar tarafından tercüme kılınıp Uygur şiiriyeti kirip geldi. Bu hal zor salmakını ilerledi ve bizning ziyolilarimizda bir qatımlık buruluş yoki tevriliş paydo qildi. İkincisi, şu 20. asırning başlarında bizning ilimizdimi? Bundaqcha aytganda, Hansu edebiyatida Xuşi, Şujumu, Gomuro başçılığındaki bir türküm adamlar Hansu edebiyatı qadimki şiiriyat janrısını taşlap qo'yap, bularni nayt erkin yoki barmoq vezin deb atiladigan mushkil şiirlar qadam qo'yib etdi. Gerçi bu xil Hansucha yozilgan asarlardan bizning Uyg'ur o'qirmanlarimiz, ziyolilarimiz bevosita xabardor bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin shu chog'dagi yangilikning to'lqini tadrijiy holda bu zaminga qadam qo'ydi. Bu yerda bir xil okumuşluk adamlar tarafından almashtırılan işler oldu. Şimdi birisi bizning şu zaminimizda yuz berayotgan ijtimoiy davolg'ish, xalqlarningki turmushidagi azob oqibatlar, dard alamlari, qayg'u hasratlari yoki ularning xushalliklarini shu chog'dagi o'zgarishlar asosida damalliq ifodalab beradigan bir ehtiyoj tug'ildi. Bu ichki sabab. Bu ichki sababni xalala salmoqli bir sabab deyishga bo'ladi. Bizning shu chog'dagi ziyolilarimiz, okumuşluk adamlarimiz ishtigirek, tizirek ifodalab berishga tegishli bo'lgan bir shaklga ehtiyojli bo'ldi. Bu bizning barmoq vezindagi yangi she'rlarimizni barliqqa keltirib, g'azallarimizniki salpal biliga tepib qo'ydi. Yana birisi shu chog'dagi ziyolilar, shu chog'da o'tgan okumuşluk zotlar, Alisher Navoiy hazratlari yoki boshqalarga o'xshash toki Molla Bilal naqsga kelgich bo'lgan odamlarning asarlarini qaytadan varaqlab beqish, buningga real turmushdagi azob oqibatlar va shu vaqtdagi o'zgarishlar tazibak yo'l qo'yib ketmadi. Shuning bilan bizning aruz vaznidagi Uyg'ur she'riyatidagi g'azal ijodiyatining o'rniga barmoq vazni bilan yengilroq, damalliq, darhol javob bera oladigan she'rlar o'tib, bu aslidagi g'azallarimiz faqat boya aytgan Nimshayt Armiya Ali Sayrami qatorliq bir necha zotlarimizning shug'ullanadigan masalasi bo'libla qoldi. Men dastlabki davomlashish bilan keyingi uzukchilikni mushtariyqilik tushuntirib qo'yaman. Abdurumka, endi siz ilgari biz bilimiz diqqat qilib kelgan ijodiyatingizda, she'riyat ijodiyatingizda asosan barmoq vaznida ko'proq she'rlarni yozatdingiz. Ammo siz bu qitim g'azalga murojaat qilib, mana shu oldimiz turgan Ishqnoma degandan iborat Shinjong universiteti nashriyati tarafidan nashr qilingan mana ko'rkam muqovliq shu g'azal to'plamini o'qirmanlarga sunibsiz. Şu Ishqnoma nomli mush kitobga qanchalik g'azal kirgizildi? 200 parcha g'azal bor. 200 parcha g'azal. Demak, siz ilgirki vaqtlarda she'r ijodiyatingizda izchil barmoq vaznida she'r yozatdingiz. Bu qitim mana shu g'azalga murojaat qilibsiz. Buningda alohida bir sabab bormi qanday? Uyg'ur she'riyatining Gultoji g'azal degan temasida o'tiribdik. Ashtirning o'zida bu g'azal shaklining qanchalik tartimli, qanchalik jalbqarlik chiqib turadi. Demak, bunday ekan yaxshiga kimni nasib kelmaydi qarang. She'riyat sifatidagi kitoblar barmoq vazni she'r yozuvdida bu aruz vazni haqida gap bo'lganda bu g'azal shaklida fikr bo'g'iladi. Fikr shakli uchraydi deb bu g'azal shaklidan iborat bir qiyin go'zal shakldan o'zini qochirib keldi. Men o'yladimki, o'zini shoir deb atagan kishi yozgan she'rda fikrning bo'g'ilmasligini o'zining shoira istedodini ko'rsa bo'ladi. Qalbining kuchi qarasa bo'ladi. Shu nuqtadan men bu kitobni yozganda o'zimni bir sinab baktım. Ikkinchi bir muhim sabab, hozir biz kelgusiga atayotgan yoshlarimizning ko'plarida ularning tilidimi, yezigidimi gupildab she'r so'raydigan ana tilimizning eng go'zal jilvalari g'uvalishib qoldi. An'anaviy adabiyotimizdan ular yiroqlashib qoldi, yotlashib qoldi. Mana bu shunday xirs, bu shunday taqozo oldida bu kitobni yozishni va shaxsiy mablag'im bilan nashr qilishni o'zimning bir shoirlik burchim deb hisobladim. Eng yaxshi avtor o'qirmanga 1 yil, 2 yil o'ylangandek fursat berish kerak.
Bu şiir bunun yürügini 3 yıl, 4 yıl, 10 yıl, hatta 50 yıl, Navay'da 500 yıl cıgıldatkan buluş gerek. Navay'ın ağamda durup Navay'ı kalbim yolu sağında duyuldu. Hem şu kitabını alganda başkurda alaydı kılıp Abdurrahim Efendi'nin bir begişlimsi var ki. Kirisiz süpütüde mışna alaydı kılıp epti. Ma oku bakay. Şeriyetki boğan öşmez muhabbetinin şereflik işkidi yenip, her qitim kolumga kalem ağınımda. Zarıqan xiyal közlerimge bir büyük gayivi sima. Hazreti Alişir Navoiy acayip sür ve ulug' varlık bilan ko'rindi de, hurmat va ayminishning baxtiyor titraklarida ilhom saodatiga chulg'inaman. Demak, mushuni boshqurg'i bo'lsoq sifatida ilishingizda qandaq alohida bir muhabbat yoki sabab bor? 2-3 yıl oldu Navoiyni yaxshi o'rgandim men. Demak, mush kitobning mushuncha muvaffaqiyat chiqishida Navoiyni ağamda turib Navoiy qalbim yo'li sağında duyuldu. Abdurrahim Abdullah Efendi'ninki kalemiga berkat tilaymiz. Unda bo'lsa, mushu Ishqnoma nomli mushu kitobdan 200 parcha g'azaldan o'zi yaxshi ko'radigan bir g'azalni o'qib berishni taklif qilsak. Körün hayretti men ko'nglim, meni insonmi sen derler. Nida talqinlerin derya iken dastonmi sen derler. Ko'ngilni podshoh dermiş, lekin ilkinde kul buldum. Tamami şah ara hükmü, vahiy sultanmi sen derler. Meni gah yerde has eylep, yana köklergi yetkizdim. Sayak sehyarlığım kimdin, zemin asmanmi sen derler. Şikarga qo'g'liban her tün, takiptin keşmiden esla. Közi tanglargıça bidar, yörük çolpanmi sen derler. Sakalı çaşırın körke, tapar koy behrini deşte. Közünün yaşı da yaşınay, dığan bostanmi sen derler. Bulutqa erdad eylep, samavdın tilidim yağmur. Piğonun teptidim yangın, kirer volkanmi sen derler. Bir hoş yazsan bulup nimcan, çıdalmay jığılıdım zar zar, özündün özgeler bilmez, tırak hicranmi sen derler. Endi Emin efendim, endi demek siz növbette mushu Uyg'ur edebiyotidagi mushu g'azalchilikning taraqqiyotiga hozir qanday qaraysiz? Men aldı bilen Uyg'ur şiiridagi aroz vazni bo'libmi mush g'azaldan intayin ayminime. Mening qarashimcha, gerçi yeni esir kirgen 10 yıllar mabeynida bizning her qaysi vilayet oblastlarimizdagi peshqadam yoki yosh shoirlarimiz mush g'azal haqida izlanib, obdan eserlerini ilan kılıvatkan bo'lsa-mu, lekin yanıla bir yerde saklanıvatkan iki mesele var. Biri g'azalning bahridan bular asosan degidek savadsız holatga tushib qoldi. Bir yoki ikki bahri bo'yicha yozilib, qolgan taraflarning hammasi tashlanib qoldi. Bu bizning klassiklardan obdan o'rganayotganligimizni, ularni unutilib qolganligimizni, qarmoqqa mundaq klassiklarimiz bor deb dastak qilib doim ko'tarib yurganimiz bilan amaliyotda ularning eserleri bilen natonish ekanligimizni isbotlab qo'yayotidi. Bu bir. İkincisi, bizde aruz vezniye degan mushkil bir şiiriyat shaklininki nazariyasiga bo'lgan tonish kamchil. Bu 14 bo'g'im, 15 bo'g'im, 16 bo'g'im qilib qo'ysalar, bu g'azal bo'lmaydi. G'azal shaklidan foydalanib barmoq vazni ichidagi she'rlar yozilyotidi degan bu gapning vazni, mushu gapning o'zining vazni nayt o'ylanishga tegishli. Qarmoqqa g'azal shaklidan foydalanib yozilgan 14, 15, 16 misradagi she'rlar g'azal deb e'lon qilinayotgan bo'lsa-mu, amaliyotda barmoq vaznidagi ipek she'rlar. Buningda lirik tuyg'u intayin ojiz, chunqurlik yo'q, kenglik yo'q. O'qigan odamning yuragini jig'g'ida qilolmaydigan she'rlarimiz nayt ko'p. Uning ustiga bular o'zining gapini ochiq demasligidan qo'rqib, hammalar g'azal deb atalgan she'rlarga birdan tema qo'ydigan bo'lib oldi. Asli klassiklarimiz bu g'azallarga tema qo'ymay, kuching yetsa o'zing tushunib, mushuning ichiga kirib beqib, nima demoqchi bo'lganimni o'zing bil deb bizga kang tafakkur bo'shligini ular sungan. Lekin biz hozir chiqayotgan atalmış g'azal degan bu she'rlarni o'qiganda, hozir o'qib bo'lib, hozir tushunib bo'lamiz. Mening deganim tushunmaydigan narsani yozish kerak degan gap emas.
en yaxşı aptır okurmanga 1 yıl, 2 yıl oylangıdak fırsat veriş gerek. Bu şiir bunun yürügünü 3 yıl, 4 yıl, 10 yıl, hatta 50 yıl, navaydak 500 yıl jığıldatkan buluş gerek. Mındaq vaqtda andım bu gazelge okşaydıgan, hakikaten şiiriyat mülkünün gültacısı bolduğan derecege yetdi. Hazır endi qaraydigan bo'lsak, şu yerlik jurnallarda olsun, turli matbuotlarda bir qism yoshlarımızning g'azalchilik ijodiyati bilan shug'ullanayotganligini, e'lon qilinayotgan bir qism g'azallarimizni ko'ramiz. Endi shu g'azallarga qaraydigan bo'lsak, buni o'ttiri asrninki shu g'azalchilik o'lchim bilan baholasak, vazn chaqadigan ahvollar ko'rildiki. Endi demak, yangi davrdagi shu Uyg'ur she'riyatidagi yoki g'azalchilik ijodiyatimizni shu o'ttiri asrdagi umumlashib ketgan shu she'riyat o'lchim bo'yicha g'azalchilik o'lchim bilan baholashning ahamiyati bor deb qaramsiz. Buni bu vaqtda shoirlarni mundaq aytgan, tadqiqotchilarni degan, masalan, shakl bu bir konu narsa. Bizga bu aruz vaznning har xil shakllari, jumladan g'azal yetib kelganiga uzoq zamonlar bo'lib ketdi. Bu bir shakl. Lekin bu shaklga qanday mazmun berish har bir davrning talantlarining, shoirlarining o'zining ishi. Shunga başka milletlerdi mi? Konu potulkaga yeni meykaçılaş degan söz bilen bunu tarifleydi. Yegil aytkan manda bir söz var. Şiir aldı bilen hissiyatını azat kılıdı. Hissiyatını azat kılış bilen billa aptırının özünü azat kılıdı dedi. Demek biz şekil konuydu, bu benim fikrimni boğup koydu demezdim. Ben yeni fikrini şu şekilde kaçılayalayım mı? Yok. İktidarım yetemdi, yetmemdi. Bununla tiriş gerek. İkinci bir mesele, yani burunki bahirler boyunca yazılmayı kılıvatıdı. Yazılganlarımı hazır sel vazin cihatte ve başka cihatlerde okşmayı kılıvatıdı degende biz yana tirişçallık göstermişsek bulmayız. Endi biz hazır yazıvatkan gazel şekildeki şiirlerini okusak, öz vaktideki turguzulgan bahirlerinin sistemisiga düşmeydiğen yerleri hakikaten var. Bu tildeki özgürüş. Çünkü hem yazıktaki özgürüş. Mesela alaylık şu çağdaki klasik şairlerinin gazellerdeki aşina degen bu sözünü biz aşina dep aşağıda bir boğumunu koşup okumusak, aşının özümü hazır aşılarının şiirlerini hazır okusak mı vezin çakıdı. Aptap degen sözünü mü biz şu çağda abitap dep bir boğumunu koşup etmesek bunu biz okup olamayız. Bu şu vakitinki ölçümü. Yani biz hazır aşını okulu boğudak kılıp, ravan kılıp, ahangdar kılıp, müzikali kılıp yazışta yanlı klasiklerden övünüşümüz gerek. Yani bizde til özgerdi. Egzaki tilimiz mi özgerdi? Yazıkımızda bir özgürlük var. Bu 600 yıl hüküm sürgen Çağatay Uygur tili bizge nurgun kıymetlik miraslarını kaldırdı. Biz yeni bir özümüzün yazıkımızını, tilimizni zamanla maslaştırıvatkanға ende aran 100 yıl oldu. Lekin biz hazırki söz boyunca ilgirkisini bütünley red kılıp, hazır kısmı hesap dep turvasak arlık üzülüp gidiyordu. Şuna biz imkaniyet var. Tilimizde yenilinvatkan neslerge hürmet kılışımız. Yani bir yaktın bizim klasiklerimizin tirişçallıkını hürmet kılışımız lazım dep qaray. Endi Tursun muallimimiz odat qaraydigan bo'lsak, shu Uyg'ur 12 muqomlarimizning umum ahvolimi muqom tekstlari ko'pincha g'azallardan tashkil topganki. Demak, shu o'lmas klassik shoirlarimizning o'tliq g'azallari shuningda bir g'azal sifatida keyin ohangga silinib o'qilganki. Demak, shu g'azalga alohida ahamiyat berib, muqom tekstlarini g'azaldan tashkil qilishda shu g'azalningki shohona o'rni bilan munosabatlikmi qandaqmi ish? Shundaq deyishga bo'ladi. Endi muqamni elib aytgan bo'lsak, muqam qurilma jihatdan nisbatan murakkab, ohang o'zgarishi mo'l bo'lgan san'at. Bu yerda muqamlarning ohangida, ya'ni aruz vazn bilan, g'azal bilan muqamlar nima uchun mos keladi deganda, muqamlarning ohangini, uning ovozining uzun qisqaligi belgilagan. Aruz vaznlik she'rlarga nisbatan aytganda cho desa, aruz vazndagi vaznni Muşu misraga qatnaşkan boğumlarning bo'libmi so'ziq uzuk tovushlarning uzun qisqaligi belgilagan. Demak, har bir muqam ovoz o'lchami jihatdan o'ziga mos keladigan vazndagi g'azalni talab qilgan. Shuning uchun biz muqam bilan, ya'ni ohang bilan tekst o'rtasidagi munosabatni ma'lum ma'noda aytganda ritmni birlikka kelgan deb qarashimiz mumkin. Bu yerda ovozning uzun qisqaligi bilan
Aşı uzun qisqalik talab qiladigan vaznning, ya'ni vaznni barliqqa keltirguncha uzun qisqalik ritm jihatdan moslashishi kerak. Shuning uchun Turdaxon akalardan keyin yoki Saydiya xonliqlardan keyin, Turdaxon akadan keyin 12 muqam haqida qayta ishonishlar, islohot qilishlar bo'ldi. Bu tegi takdirni aytganda, og'am bilan tekstni moslashtirish jihatdagi islohotlardan iborat. Bu haqda yana davomli izlanishga to'g'ri keladi. Har qanday bir adabiyot san'atda buni yangilik yaratishda cho'qim varislik qilish asosida yangilik yaratganda ondan o'tirdi uzukchilik bo'lib qolmaydi. Bizning klassiklerimizning g'azallarini saqlab, obdan o'qib baqsa, o'zining qanday ekanligini va bundan keyin qanday bo'lganligini biladi. Endi Abdulaziz efendim, endi bir millatning she'riyati tuyuqsiz ushtum tutla muayyan palliga yetib qolmaydi. Uningdan nurg'un jarayonlar, tarixiy musobalar, klassik tuyg'ular bo'ladi. O'sha g'azalmi ajdodlardan bizga qoldirilgan bir she'riyat an'anasi. G'azalchilik bugungi kunda yana bo'yin qisib qolgani yo'q. Bayamdidiq. Lekin endi buni yangicha bir shakllarda rivojlantirish bundan keyin yoshlarning zimmisidagi ish. Unda bo'lgandan keyin o'shunga nisbatan bir o'tliq muhabbat, ham o'shuning qonuniyatini pishiq biladigan bir xil mushkil metod bo'lish kerak. Mush nuqtadan aytganda, shu g'azalchilik tadqiqotini cho'nqurlashtirish, uni texnik cheksiz kenglikka, yangi bo'shliqlarga ega qilishda qandaq nuqtalarga amal qilsak bo'ladi deb qaraysiz? She'riyat tadqiqotimizni jumladan shu g'azalchilik tadqiqotimizni ilmiy usulda cho'nqurlashtirishda menimcha tuvandagi bir necha xizmatlar nuqtaliq ishlanishi kerak. Birisi klassik adabiyot nazariyalarini yaxshi o'rganishimiz kerak. İkinci birisi klassik shoirlarning divanlarini nashrga tayyorlash xizmatini chang tutib yaxshi ishlash kerak. Yani birisi ilmiy tadqiqot xizmatini cho'nqur qanot yaydirish kerak. Buningda endi klassik she'riyatimizda shu vazn, qofiya, badiiy san'atlar bu she'rdagi 3 cho'ng tur. Shu turlar bo'yicha bizda hozirgacha tuzuk bir tadqiqot olib berilmadi. To'rtinchi birisi varislik qilish bilan yangilik yaratishning munosabatini to'g'ri bir taraf qilish kerak. Bu demakchi bo'lganimiz hamda har qanday bir adabiyot san'atda buni yangilik yaratishda cho'qim varislik qilish asosida yangilik yaratganda ondan o'tirdi uzukchilik bo'lib qolmaydi. Beshinchi birisi adabiy atalg'ularni qalblashtirishga ahamiyat berish. Bizningki hozirgacha hamda nurg'un shu atalg'ularimizda farqlar saqlanyapti, qalaymaqonchiliklar bo'lyapti. Shu atalg'u xizmatini cho'qim chang tutib yaxshi ishlash kerak. Demak, hozir bir uchur davri, bir sekundning ichida dunyoning hamma yeriga bir narsani jakolig'i bo'lgan. Shundoq davrdami biz atalg'ularimizni qalblashtirib, o'zimizga xos Uyg'ur tilimizdan atalg'u yasayamsak, ham atalg'ularimiz birlik kelmasa, bu adabiyotimizning taraqqiyotiga cho'ng salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xulosaga vaqtimizda endi shu bir necha turli xizmatni yaxshi ishlagan vaqtimizda bizning g'azalchilik ishlarimiz, she'riyatimiz taximiz zo'r utuqlarga erisha oladi. Emin efendim, endi sizningki shu bugun biz Uyg'ur she'riyati jumladan shu g'azalchilik janri haqida bir talay muhokamada bo'ldik. Endi shu fursatda ekran oldidagi ko'rurmanlarga deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Mening ekran oldidagi butun tomoshabinlarga deb qo'ygan gapim, bizning klassiklerimizning g'azallarini saqlab, obdan o'qib baqsa, o'zining qanday ekanligini va bundan keyin qanday bo'lganligini biladi. Hammalarga rahmat. G'azal go'zal, ko'rkam va haybatli qudrati bilan hali ham bizning qalbimizni chekib, Uyg'ur she'riyatiga jo'shqinlik, rangdorlik va o'zgacha sehriy kuch ato qilib kelmoqda. Biz barliq shoirlardan shuni kutamiz. G'azal yozayli, Uyg'ur she'riyatiga tegishli kasb qo'shayli. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.